o'qish degan narsa bizga tushuntirishga bo'ladi. Shunga siz fikringiz qanaqa? Nikoh o'qish deyotgan masalani avval o'ziga to'xtalib olaylik, keyin o'ziga o'zi o'qish nikoh yo boshqa birov o'qish deyotgan narsa ikkinchi masala bo'lib qoladi. O'zi nikoh o'qish deyotgan narsa nima desa, nikohni uchinchi bir taraf kelib turib, alohida bir qiladigan u yerda bir ish yo'q. Nikohdagi asosiy rukunlari qaysi desa, ijob bilan qabul, ya'ni qiz roziligini bildirib, erkak kishi buni qabul qilsa, ya'ni ikkala taraflama rozi rizolik bildirilsa, ya'ni nikoh uchun. Mana bu birinchi sharti. Ikkinchisi, mana shu bir-biriga rozilik bildirayotganini kamida ikkita odam eshitib tursa, demak nikoh to'g'ri nikoh bo'ladi. Ya'ni mana shu nikoh shartlari. Mana shular bo'lmasa nikoh bo'lmaydi. Uni dunyoda eng katta olimini olib kelib turib bir narsalarni o'qib tursa ham, 2,5 soat xutba qilinsa ham mana shu nikoh deyilmaydi. Lekin bu narsa topilsa, mayli u olim emas, oddiy bir o'zini oshnasi, og'aynisi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, o'rtada bir-biridan so'rasa. Siz shunga tegishga rozimisiz desa, men roziman shunga xotinlikka tegishga desa, nariga qabul qilasanmi desa do'stiga, ha mana shu qizni men xotinlikka qabul qilaman, qildim desa, shuni guvohlar ko'rib turgan bo'lsa kifoya. Endi shu do'sti ham aytmasa, ikkitaylar guvoh, shu gapni ikkalasi bir-biriga aytib qo'ysa bo'ladimi desa, bo'ladi. Ya'ni yigit qizga menga tegasizmi deb so'rasa, ya'ni birov so'raydigan, domla so'raydigan yo boshqa so'raydiganni yigitni o'zi so'rasa, shunga qiz roziligini javob bersa, bo'ldi, tegaman sizga, tegdim desa, unda men ham sizni qabul qildim, oldim, xotinim bo'ldingiz desa, bo'ldi, ikkalasini orasidagi nikoh agar ikkita guvoh eshitib shuni guvohlikni tasdiqlasa, bo'ldi, nikoh sahih bo'ladi. Bu o'ziga o'zi nikoh o'qish deyotgan, ya'ni alohida bitta masala emasda, kim so'rasa ham so'rashligi joiz. Hatto o'sha zakisda so'rayotgan mahalda musulmon odamlar guvoh bo'lib turgan bo'lsa, shunga uylanasanmi desa, haligi ha xotin qilib oldim desa, bu bunga tegdim deb ikkalasi qo'l qo'yib bersa, musulmonlar guvoh bo'lib turgan bo'lsa, mana shu nikohi ham islomda nikoh deb hisoblanadi. Ya'ni ikkalasi shariatda aytilgan rukunlari topildi. Birda bir o'qiydigan joyi, alohida o'qiydigan bir shaxsi bo'lmaydi. Bu hozirgilardan chiqqan narsa. Nikoh o'qish uchun faqat masjidga borib imom o'qib kvitantsiyasini to'lash kerak. U bu deyotgan, endi bu yangi demokratiyani shariatida shunaqa. Islomning shariatida unaqa emas. Islomning shariatida o'sha tepada aytilgan narsalar topilsa nikoh bo'ladi. Uni kim o'qiyotganligida emas. Bizda imomlar o'qisin, boshqasi o'qimasin deyapti-yu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nikohlarini mushrik bo'lgan Abu Tolib o'qigan. G'irt mushrik edi. Butlarga sig'inar edi. Lekin shu nikoh bo'lganmi desa, shu nikoh bo'lgan, shu nikoh bilan to vafotlarigacha yashagan Hadis onamiz bilan. Shuni bilib olaylik-da, bizda imom o'qimasa bo'lmaydi deb bundan 5-6 oy oldin rosa to'polon qilishdi-yu. Hatto shtraf solamiz, boshqa qilamiz deb. Islomda unaqa bitta nikoh o'quvchi degan bir qanaqadir lavozimga ega shaxs bo'lmaydi. Kim imkon bo'lsa ikkalasidan so'raydi, bir yaxshi duo qiladi, xutba qiladi, bo'ldi. Aytmaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nikohlari nikoh bo'lmaganida uni mushrik o'qib qo'ydi, Abu Tolib mushrik edi, hamma biladi demaydi-da hech kim. Nimaga desa, bu nikohda farqi yo'q, shunaqa qilsa ham. Endi ba'zilar aytishimki, bu islomdan avval edi desa, islomdan keyin ham nikohini yangilagan emas payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun mana shu narsa nikohdagi shartlar, asosiy shartlari topilsa, nikoh bo'lib qolaveradi. O'zi o'qisa ham.